Endi bilmasam menda dard kerak-da. Ya siz shu narsa bilan to'xtashganmisiz? Ha. Bor shunaqa narsa. Taksist mana, taksist bu yaxshi kasb. Men anti mort kasb deb bilaman-da. Kirakashchi doim puli bor. Shunaqa. Biz siz bilan maktablarimiz yopilib ketib bir narsa bo'lib ketamiz, u pulni topib yuraveradi-da. Qo'pol aytgan. Lekin men o'z taksist emasman, men nimadir biznes qilyapman deydi. Nimaga yo'lasan kasbingni? Qattiq shu mana shu kibrmi bu, nima bu? Endi qarang, menda savolda, ya'ni millat tarbiyalaydigan odam kim o'zi? Kultura qatdan tarqadi, yo'q. Millatni tarbiyalaydigan odam. Onalar. Kultura qatdan tarqaydi, millatdan avloddan avlodga qatga o'tadi. Aristokratiyadan. Aristokratiyani qilib yurgan ishiga hamma havas qilib qaytaradi uni. Shunaqa-ku. Ya'ni ana to'y masalasida aytmoqchimiz, sochiq to'y qilyapti, bular qaytaryapti. Ya'ni aristokratiya nima qilsa, ya'ni elita deymiz. Millat elitasi, intellektual elita, ziyolar ham bor buning ichida, olimlar bor buning ichida, boylar bor, o'sha siyosatdagilar. Ya'ni top qatlam 1%. Hamma millatda bor bu. Misol bitta mahallaga kirsangiz ham shu mahallada ham bor to'pi, misol uchun eng zo'ri. Bitta oilaga kirsangiz eng glavniy muj, misol uchun shu oilani aristokrati. Ana shu madaniyat tashuvchi hisoblanadi. Ya'ni u nimaga? Chunki ularning vaqti bor. Bu madaniyat tashishga, ular ishlamaydi yoki kam ishlaydi, o'tirib bir-biri bilan doim gaplashadi va ana zamonaviy anaqaga berilib keturmaydi. Nima trendda bo'layotgan bo'lsa, o'sha kiyimni kiyib, o'sha narsani zo'r ekan deb berilib ketmaydi. Aristokratiya traditsiyani, ya'ni an'anani olib o'tadi. Hamma zamonlarda shunaqa bo'lgan. Buni bitta isboti, Rothschildlar necha yildan beri yashab kelyapti, baron Rothschildlar. 600 yil bo'ldi adashmasam. 600 yildan beri an'anani olib kelyapti. Ya'ni Rothschild familiyasi albatta o'g'il tug'iladi. Birinchi o'g'il albatta butun biznesga da'vogar bo'ladi. Albatta ular davlatlarni anaqalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashadi. Bunaqa oilalar ko'p. Fleminglar bor, Rockefeller bor. Ya'ni Gretsiyada nomi chiqmagan oilalar bor, O'zbekistonda ham bor bunaqa oilalar. Ya'ni an'anani tashib o'tadi. Masala biz 2 marta qayta bosib olinganmiz-ku. Mana shu oilalar qirilgan, qochgan qanchadir qirilgan, qanchadir bo'ysundirilgan, an'analar yo'qottirilgan. An'analarimizda bor edi bizda tavozi. Ya'ni shu hurmatni qo'yish kattalarga, an'anamizda bor edi bizda kamtarlik. Lekin qayerda ko'rdingiz mana bizda 91-yil keldi, ideologiya shundan almashdi. O'zi 17-yilda bitta almashgan edi ideologiya. 91-yilda bitta ideologiya almashdi, misol uchun 45-yildan keyin yana bitta almashdi ideologiya. Tap almashyapti. Ota o'g'liga o'rgataman desa, уже не актуальный. Qarang, ota o'g'limga men kommunizmni nimadir o'rgataman desa, уже не актуальный bo'lib qoldi. Undan oldingi, misol uchun islom diniga asoslangan, qurilgan madaniyatni o'rgataman desa mumkin emas. O'sha paytdagi SSRdagi, ya'ni madaniyatlar. Endi qarang, Yaponiyadan kim bosib olgan? 1000-yilga qaytamiz, 1000 yil orqaga qaytamiz. Imperator kim bosib olgan? 1400 yildan beri bitta oila boshqaradi. Mongoliya hujum qilgan, adashmasam? Mongollar hujum qilmagan, ularning kemasi bo'lmagan. Yo, kemada borgan, tsunami to'xtatgan. Yetib borganlar samuraylar. Deyarli kimni? 1400 yildan beri imperator oilasi u traditsiyani tashkil qiladi. Traditsiya haligacha o'zgarmasdan keldi shu. Ana, 1400 yil. Xitoyliklarni kim bosib olgan? Endi opium urushlari bo'lgan. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bosib olmagani uchun narkotik o'tkazib turib Amerika, Britaniya anaqa qilgan. Ya'ni bizmoqchi bo'lgan. Nimaga? Chunki fizik yo'l bilan bosib olmagan. Musulmonlar ham bosib olmagan, anaqadan qaytishgan. O'sha Uyg'uriston, ya'ni hozirgi anaqadan Shinjondan qaytishgan. Misol uchun musulmonlar ham bosmagan. Aleksandr Makedonskiy bormagan, Aleksandr Makedonskiy Hindistondan qaytgan misol uchun. Kim Yevropaliklar ham bormi? Yevropaliklar bosib olmagani uchun keyin opium anaqani kirgizgan, kokainni olib kirishni boshlagan. Amerika bosib olmagan. Xitoyni kim bosib oldi misol uchun? Ularni demak an'anasi, mana o'sha choy qurish deymizmi, qog'ozlari deymizmi, borgansiz yashagansiz Xitoyda. An'ana bor-da, 2000 yillik an'analar bor. Va bu elita o'z-o'zidan aristokratiya an'analarni olib o'tadi. Va o'sha narsa butun xalqqa tarqaydi keyin. Ya'ni bilamiz-ku, mana katta to'ylardan qolib turib xalq havas qilib o'sha to'ylarni qiladi. Aristokratiya nima mashina kiyyapti, nima kiyim kiyyapti, kimlarni kuzatyapti, o'shanga qarab turib oddiy xalq ham shuni takrorlaydi. O'z-o'zidan. Bu norma. Ya'ni aristokratiya boshqa qadriyatlarni tarqatish kerak deb aytmoqchimisiz? Butun millatdagi madaniyatni aristokratiya tarqatadi. Ya'ni o'sha nima bo'lsa, o'sha norma, ya'ni norma поведения deymiz, o'zini tutish normasi. Ana shu millatni ziyolilari, millatni boylari, millatni o'sha tepasida turgan raislari shular tarqatib avloddan avlodga o'tkazadi. Ya'ni bizda shu panti nimaga bor? Chunki aristokratiya shu narsani yo'q, aynan aristokratiyada panti yo'q o'zi asli. Вот o'shanga hayron qolaman. Aynan aristokratiyada o'zi bo'lmasligi kerak, lekin bu bizda 2 marta yo'qotilgan deyapman-ku bular. Aralashib ketgan. Yo'q, qirilganda. Mana.
bir oy oldin bo'lgan voqea. Soat 2 kechqurun. Ana nima deydi ana? Mototsikl? Samolyotlar bo'ladi, ana. Chit qilib nimadir? Ikkinchi qavatda yashayman. Oynadan qarasam ikkita bola turibdi. Bir 18-19 yoshli bola. Qaradimda, bola tinchlikmi? Ha, tinchlik deyapti. Derski gapiryapti. Soat 2 dedim. Sen bilaman deydi. Nima kuchumadi? Oqibat berish kerak edi. Da, no. Bir kos oqibat. Men o'zi sekin meni ichimdagi anaqa uyg'ondi. Men aytdim, dedim, mahalladan sur yaxshilashgandim. Men keyin boshqacha gapirdim desam, tushunmadim deyapti-da. Shu futbolkani kiydim. Men hozir to'xtab turdim. Futbolkam bunday qarasam yo'q ikkitasi ham. Ketib yorishdi. Qattan bunaqa dersiz deyman-da, nimaga bunaqa gaplashadi odamlar? Mashinasi deganim yo'q. Yana bitta narsa mana meni og'rig'im. Birinchidan kechasi mana ko'p urishaman odamlar. Ko'p oynadan qarab, akalar bo'ldi deyman. Chunki boshqalar uxlayapti degan tushuncha yo'q-da. Yuraveradi hamma, baqirib. O'zi 23 dan keyin soat ertalab 7 gacha shovqin ko'tarish mumkin emas. Endi keyingi masala. Yo'lda viloyatdan viloyatga yurganimizda Nexia 3 degan narsa bor, radar bor. Bilasanmi? Radar bor. Radar bor endi ya'ni tezlikni oshirmaydi. Men bu narsa tarafdor emasman. No masala nimada? Ko'pchilik odam mana bunaqa bo'ladi. Bunday radar turadi, ketadi. Uzoqdan Nexia 3 ko'rasiz. Radarmikin deb chalg'iysiz-da, kelsangiz radar bo'lmaydi u. Nexia 3 bor inson bunday qo'yib qo'ymaydi mashinasini hajab. Radar emas deb uzoqdan o'ylasin. Qo'yib oladi, как будто radar deb o'ylaysiz. Misol uchun, men Nexia 3 shopiri bo'lsam, bizda mana og'aynim Nexia 3 bor edi mana Ilyosda. Doim parkovka qilganda yonchalab parkovka qildiradi. Sababi boshqa bezovta qilmaslik. Shuni o'ylamaydi. Hech kim, men biror marta ko'rmadim mana shunday qilib qo'ygan inson. Xayoliga kelmaydi, ichida telefon ko'ylab yotadi ichida. Sa uzoqdan 1 kilometrdan kelasan, ne qaraysan-da, bu haligi xavfli vaziyatda ham haligi qilasan-da. Mana shunaqa narsani o'ylash yo'q. Bu ham shu traditsiya masalasimikan? Shunaqa, ya'ni qarang, jamoangiz bor-ku siz ham. Jamoada inson o'zini qanaqa tutish kerakligini kimga qarab biladi? Vot, mana shu narsani. Kimga qarab biladi? Liderga. Kim hal qiladi? Liderga qaraydi hamma bunda. Lider plemeni, qabila lideriga qaraydi. Mendan o'rganish kerak emas lekin. Oilada o'g'li, qizlar, bolalar kimga qaraydi? Otasiga. Otaga qaraydi. Ya'ni istalgan bir anaqada kalla misol uchun endi bizda deylik 35 million, 36 million aholi bo'ladigan bo'lsa, hamma bitta odamga qaramaydi. Tabiiy o'sha qatlamga qaraydi. Ya'ni o'sha aristokratiya o'zini qanaqa tutayotgan bo'lsa, endi o'sha bizda 2200 yillik davlatchilik bor O'zbekistonda. 2200 yillikmi? Shahar Samarqand 2000 yillik shaharmi? Misol uchun Toshkent 2200 yillik shaharmi? 2200 yillik tariximiz bor bizda. Kecha ko'chib kelmaganmiz biz bu joylarga, 2000 yil oldin ko'chib kelganmiz. Ko'chib kelib shahar qilganmiz, madaniylashganmiz. Endi nimaga o'sha 2000 yillik traditsiyani ko'rsatmayapmiz biz?